Снежный барс. Qorda yuradigan qoplon, haqiqiy tog' qoploni mana shu yerda bo'ladi. Bu borgan sarin endi iqlimda ozgina kamayib ketish bor, xavfi bor. Shuning uchun asrashimiz kerak. Budan iloji boricha bezovta qilmaslik kerak. Haqiqiy mana shu tog' tepalarida mana shu qor qoploni shu yerda yashaydi. Ogohlantirib qo'yilgan, tabiatni asrayna deb. Bu yerda yovvoyi tog' echkilari, kik, ayiq, qoplonlar, sirtlon, mana barsuk, bo'ri, tulki juda ko'p. To'ng'iz ko'p, to'ng'iz. Yo'lda yurganda ko'rasiz. Ayniqsa bu yerda to'g'to'g'ilni birinchi marta eslasam, masalan, yoshligimdan hayolimga birinchi ayiq keladi. Ayiq ko'p bu yerda. O'tganda bolalar malina terib kelayotgan ekan. Qochib kelyapti malina terib bolalar. Nimaga bo'ldi deb nima qilsak, bitta bir paqir malinani terib qo'yibdi, ikki malinani, yovvoyi malinani. Ikkinchisini terib olib boryapsa, ayiq yeb o'tirgan ekan. Yosh bola qochib kelayotgan ekan. O'shalar ayiq malina sotib oldik-ku. Salomat bo'lasan.